Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti manbalarida keltirilishicha, dunyo bo'ylab har yili 9 millionga yaqin odam tamaki iste'moli oqibatida hayotdan ko'z yumar ekan. Chekish bu birinchidan boshlanadigan narsa, bu ermak uchun boshlanadi ekan. Chekadigan, otadigan bo'ladigan bolalarda chekuvchilikka moyillik kuchli bo'ladi ekan. Ko'p o'qituvchilarimiz ham beparvo. Darsdan bolalar qochib ketsa, sigaret chekib yursa, o'qituvchilarimiz so'ramaydi. O'rtacha umr ko'rgan bir chekuvchi shaxs umri davomida dunyoning eng yirik tamaki kompaniyalariga 9 mingdan 15 ming dollargacha daromad keltirar ekan. Tamaki chekkan odam tamaki chekmaganga qaraganda darajasi balandroq tuyulgan. Chekma. Biz chekaveramiz. Nimaga? Sabab bizni nimamiz ruhiyatimiz shunaqa. Qilmadigan ish qilishga moyilligimiz yuqori. O'zi bilib bilmay iste'mol qilsa, noxush holatlari, ya'ni behush holatlari tushib qolishini sabab bo'lishi mumkin. 19-25% talabalar chekadi ekan o'zlarimizda O'zbekiston Respublikamizda. Magazinga kiramiz, eng birinchi ko'zimiz tushadigan narsa shu tamaki bo'lishi mumkin. Katta bo'lgandan keyin tushunib yetishga harakat qiladi, lekin bu paytda kech bo'ladi. Siz nima deysiz tok-shousi faqat sizga eslatadi xolos. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimiz muxlislari, studiyamizning aziz mehmonlari. Siz nima deysiz tok-shousi yana sizni muhim mavzular atrofidagi bahs munozaralarga taklif etadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti manbalarida keltirilishicha, dunyo bo'ylab har yili 9 millionga yaqin odam tamaki iste'moli oqibatida hayotdan ko'z yumar ekan. Shuningdek, dunyoda 1 milliarddan ortiq chekuvchi mavjud bo'lib, ularning aksariyati past va o'rta daromadli davlatlarda yashaydi. Demak, tok-shouning bugungi mavzusi chekish va uning inson salomatligiga zarar haqida bo'ladi. Xo'sh, inson uchun tamaki mahsulotlari iste'moli, ya'ni chekish nima uchun kerak? Dastlab mana shu savolga javob izlasak. Chekish bu birinchidan boshlanadigan narsa, bu ermak uchun boshlanadi ekan. Har bir yoshlarimizda ko'pincha yosh davrda boshlanadi. Mana asosiy maktab yoshida boshlanadi bu narsa. Keyinchalik bu narsa kimdandir как stigma sifatida o'tadi. Stigma sifatida o'tishi, ya'ni bir tengqur o'smirimiz chekdimi, uni yonidagilar ham chekib ko'radi. Nimaga? Sabab birinchi o'rinda chekish bu asab sistemasiga ta'sir qilib, ma'lum miqdorda asab hujayralarini tinchlantiradi. Birinchi chekishda. Asab hujayralarni tinchlantirish fonida keyinchalik asta-sekin bunga o'rganib qolish boshlanadi. O'rganib qolish boshlagandan keyin ertasi kuni yana shuni xumori boshlanadi. Bu narsa insonda ruhiy holatni, ya'ni ruhiy qaramlikni paydo qiladi. Sekin-sekin asta borib, keyinchalik tolerantlik paydo bo'ladi. Mana shuni fonida chekish tarqaladi. Keyinchalik sekin asta bu narsa rivojlanib, ichki organlar, mana o'pka bilan, nafas yo'llari bilan bog'liq jarayonlarda patofiziologik o'zgarishlar bo'lib boshlaydi. Patofiziologik o'zgarishlar nima bo'ladi? Patofiziologik o'zgarishlardan keyin albatta ichki organlar, birinchi o'rinda nafas yo'llari infeksiyalarini shakllanishiga sharoit yaratadi. Bu narsa o'z navbatida keyinchalik yurak qon tomir sistemasiga ta'sir qilib boradi. Mana terapevtlarimiz ham shu yerda o'tiribdi. Biz ham nevrologik, ham psixonevrologik jihatdan yondashadigan bo'lsak, bu insonni ma'lum miqdorda mana shu cheka olmagandan keyin o'sha paytda ma'lum bir nevrostenik holatga tushishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni o'shani topib chekish kerak. Yo o'rtog'idan qarzga olib chekadi yoki qidiradi. Qayerdan topish kerak? Yo borib turib sotuvchidan qarzga sotib oladi. Bu nimada? Bu ruhiy qaramlikda sekin-asta rivojlanish belgisi hisoblanadi. Keyinchalik ruhiy qaramlik rivojlanishi bilan birga asab sistemasida juda chiroyli ko'rinishdagi psixofiziologik o'zgarishlar bo'lib boraveradi. Ya'ni emotsional holatimizga ta'sir qiluvchi mediatorlardagi o'zgarishlar boshlanadi. Ya'ni bu o'rinda inson nevrostenik holatga moyil bo'lib boshlaydi. Tushkun holatga moyillik boshlanadi. Bu narsa keyinchalik davom etish natijasida somatik o'zgarishlar, ya'ni psixosomatik o'zgarishlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun asosiy sabab bu qiziqish. Ya'ni o'smirlarimizda o'smirlik davrida boshlanadi. Eng ko'p mana boshlanadigan davr o'smirlik davrida boshlanadi, qiziqish. Bitta o'rtog'i chekib ko'rdimi? To'xta, mana tinchlanasan, chek. Professional holatga oladigan bo'lsak, mana
kasbda ko'pincha masalan xirurglar bo'ladi, bizning sohada masalan boshqa ishda qiyin buxgalteriya sistemasida ishlaydigan o'qituvchilar orasida ham bu narsa tarqalgan, bank sistemasida o'tiradiganlardan ham tarqalgan. Bu narsa keyinchalik как stigma aylanaveradi. Nimaga? Asab sistemasi charchoq, surunkali charchoq sindromi degan mana diagnozimiz bor bizlar. O'sha surunkali charchoq sindromini yengish uchun bu narsa chalg'ituvchi. Hech qanaqa foydasi yo'q. Sal markaziy nerv sistemasi tinchlantiruvchi ta'siri bor, keyinchalik o'tib ketadi. Charchoqni tarqatmaydi lekin. Charchoq tarqatmaydi. Charchoq. Lekin bizlar shunaqa o'ylaymizki, chekib kelsam, tinchlanaman, keyin yana kiramanda ish faoliyatimni davom ettiraman. Chiqadi 10 minutdan chekib ketadi. Keyin oddiy buxgalteriya sistemasida, bank sistemasida ishlaydigan odamlar aytadigan bo'lsa, ko'pchiligida u yog'i 2 pochka, 3 pochka kuniga chekishadi ular. Nima deganda, har 15 minutdan 20 minutdan chekib kelishadi. Tibbiyot nuqtai nazaridan aytadi, tibbiyot sohasidagi vakillarimizda ham shu narsalar rivojlangan. Demak, bu narsani sababi, siz bergan savol sababi keyinroq qilib aytganimizda, birinchi qiziqish, ikkinchi o'sha surunkali kasbdagi, ish faoliyatidagi surunkali charchoqni yengish va o'zini ma'lum bir darajada, ya'ni diskomfort, o'zidagi diskomfortni komfort holatiga o'tkazish, ya'ni qulaylik holatiga o'tkazish deb o'ylaymiz. Bilasiz, mana hozir sog'lom turmush tarzi juda ommaviy va dunyoviy muammolardan biri bo'lganligi sababli uni ichidagi zararli odatlarga ko'proq to'xtalamiz. Ya'ni zararli odatlardan mana ichish, chekish, dangasalik yoki ko'p uxlash yoki noto'g'ri sutka soatlarini noto'g'ri faoliyatini olib borish, taqsimlanishni noto'g'ri qo'yish va albatta ish jarayoniga noto'g'ri yondashishdan kelib chiqadi. Mana yuqorida mutaxassisimiz, nevropatologimiz aytib o'tdilar, bu fikrlarga men to'g'ri qo'shilaman, chunki bu narsa ko'proq yoshlikdan, mana ota-onalar nazorati ostida qolib ketganda yoki noto'g'ri tarbiya berilganda, bolalar o'zi bilan birga qiziqish natijasida kelib chiqadigan jarayon hisoblanadi. Va bu jarayon vaqtida to'xtatilmasa, katta nojo'ya ta'sirlarga yoki asoratlarga olib keladi. Ya'ni asoratlarga kelib taqalsak, masalan, birinchi qaramlik dedik. Qaramlikdan keyin bu jarayon mana vaqtni egallaydi, 2-3 yil yoki 5 yil o'z ichiga oladi. Bu qaramlik natijasida bola kichkina paytida, yana maktab yoshida bir martadan boshlasa, bu soni ko'payadi. Soni ko'paygan sari, bilasiz, organizm zaharlanishi tezlashadi. Bu jarayon tezlashgan sari har xil noxush hojiyalarga olib keladi. Birinchi, o'pka nafas yo'llari, yuqori nafas yo'llarini zararlanishi va chuqur o'rta va quyi nafas yo'llari zararlanishiga olib keladi. Bu jarayon, bilasiz, organizmda kislorod balansini aylanishini buzganligi sababli ichki a'zolarni zaharlanishni ham boshlaydi. Birinchi zararlanadigani o'pkadan keyin yurak qon tomir sistemasi zararlanishi boshlaydi. Kislorod jarayoni obmeni buzilishi natijasida mana kislorod yetishmovchiligi, miyada bo'ladigan har xil o'zgarishlarga olib keladi. Mana o'sha chekuvchini yoniga borsangiz, noxush hidlar tarqalishi, og'iz bo'shligidagi shillik jarayonlarining buzilishi, tish jarayoni, yeyish, ta'm bilish, hazm jarayonlarining buzilishigacha olib keladi. Bu jarayonlar organik va keyinchalik noorganik o'zgarishlarga olib keladi. Noorganik o'zgarishlar deganda bu a'zolarni, mana asoratlarni qaytmas jarayoni deb aytiladi. Ya'ni bu jarayonni oldini olish muhimroq deb hisoblayman. Chunki noorganik jarayonga o'tib ketgandan keyin bu mana a'zolarimiz qayta tiklashimiz, reabilitatsiya qilishimiz juda yomon va qiyin bo'ladi. Bu kasallikni keltirib chiqaradigan sabablarni aytadigan bo'lsak, endi bular haqida to'xtaldi, lekin buning asoratlari. Birinchi navbatda bu usuq kasalligini keltirib chiqaradi, ya'ni o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi. Bu qanday kasallik? Asta-sekin bronxlardan o'tib, o'pkani shikastlaydigan kasallik 4 ta darajasi bor. 4-darajasi albatta bunga yurak qon tomir kasalliklaridan kelib chiqaradigan asoratlar qo'shiladi. Usuq kasalligini tahlil qilib ko'rganda, bu dunyo bo'yicha juda keng tarqalgan kasallik bo'lib, letal holatlar bo'yicha dunyoda 3-o'rinda turadi. Birinchi hozirgi navbatda yurak qon tomir kasalliklari bo'lsa, ikkinchi onkologik kasalliklar bo'lsa, aynan usuq kasalligi bu 3-navbatda turadigan global muammoli kasallik bo'lib, dunyoda juda ko'p letal holatlarni
keltirib chiqaryapti va albatta juda ko'p ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti. Mana O'zbekistonning ichida 25 ta ilmiy tadqiqot ish olib borilgan bo'lsa, bularning barchasida birinchi sabab bu chekish bilan ko'rsatilgan sabab. Endi usoq kasalligini keltirib chiqaradigan sababi bu bronxlarning obstruksiyasi, ya'ni o'tkazuvchanlikning buzilishi bilan boshlanadi. Keyin asta-sekin o'pka to'qimasiga o'tadi. O'pka to'qimasiga o'tgandan keyin bu o'ng qorinchaga o'tadi. Bu proses asta-sekin o'ng qorinchadagi bu chap qorinchaga o'tadi, o'ng bo'lmachaga o'tadi. Natijada o'pkadan yurak kasalliklariga o'tadi. Va katta asoratlarni yetaklab olib kelib boshlaydi. Bular nima? O'pka yurak, ya'ni pulmonalis deb aytiladi bizning tilda. Keyin undan tashqari yurak qon bosimining ko'tarilishi, arterial gipertenziya, keyin hozirgi vaqtda o'pka gipertenziyasi degan yana bitta asoratni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari yurakda har xil aritmiyalar bo'lishi, mersatilniy aritmiyalar, xilpillash, ekstrasistoliya kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bittagina oddiy sigaret shuncha ko'p asoratlarni sababi bo'lyapti. Ana shu darajaga borgunga qadar boshqa alomatlar seziladimi odamda? Seziladi. Birinchi navbatda bularda og'ziga ko'p so'lak kelishi, ertalab yo'tal, ko'pincha bular quruq yo'tal bo'ladi, bezovta qiladi. Boshida quruq yo'tal, keyin asta-sekin balg'amli yo'tal. Lekin asosan quruq yo'talga ular shikoyat qiladi. Keyin nafas olishda qiyinlashishi, hansirash. Boshida faqatgina jismoniy mehnatda hansiraydi ular. Keyin tinch holatda ham hansiraydi. Yurak tomondagi bo'ladigan asoratlarning ham qo'shilishi deb hisoblanadi. Va bu letal holatlar bo'yicha navbatda turadigan muammolardan biri hisoblanadi. Mana tamaki vositalari yer yuzida eng keng tarqalgan muammolardan biri ekan. U tobora o'z ko'lamini oshirib, o'ljalarni yoshartirib bormoqda. Mana kuzatayotgan bo'lsangiz, haqiqatan ham avvallari juda yosh kattalar chekadi, hozir yosh o'smirlar ham boshlaganda. Bu biznesdan manfaatdor kuchlar o'z mahsulotlarini o'tkazishda turli xila nayranglardan ustamonlik bilan foydalanib kelishmoqda. Bilasizmi, xalqaro marketing tahlilchilari ma'lumotlarga ko'ra, o'rtacha umr ko'rgan bir chekuvchi shaxs umri davomida dunyoning eng yirik tamaki kompaniyalariga 9 mingdan 15 ming dollargacha daromad keltirar ekan. Birgina chekuvchi inson o'rtacha umr davomida 9 mingdan 15 ming dollargacha. Qarang, mana ko'ryapsizlarmi? Odamlar o'zlarini sog'ligini garovga qo'yib, hatto o'limiga ham pul tikmoqda. O'zlari rozi bo'lgan holda-da. Inson tug'ilganidan keyin shunday bir ijtimoiy muhitga tushadi. U ijtimoiy muhitda salbiy omillar ham, ya'ni odatlar deymiz, ijobiy odatlar ham bo'ladi. O'sha joyda tug'ilgan bola shu omillar ta'sirida o'sib rivojlanadi va o'zi ham shakllanadi shu muhitda. Bu yerdagi salbiy odatlar ichish bo'lishi mumkin, chekish, ya'ni ichkilikbozlik, chekish, narkotik moddalarni iste'mol qilish asosiylari. Buni yana ko'paytirishimiz mumkin. Bugungi kunda turmush tarzimiz bilan bog'liq bo'lgan ovqatxo'rlikni ham zararli odat deb aytishimiz mumkin. Shuningdek, jahldorlik, sog'lom turmush tarziga amal qilmaslik, hasadgo'ylik, demak, bular ham bugungi kunda uchrab turadigan odatlarimizda, yomon odatlarimizdan hisoblanadi. Endi bularning hammasi shu ijtimoiy muhitda bor bo'lgandan keyin ko'pgina, ayniqsa yoshlara buni ta'siri juda yuqori bo'ladi. Chekish bu juda yomon holat dedik. Bu yasharib borayotirgan odatlardan, yomon odatlardan bittasi deymiz. Ya'ni yoshlar ko'proq ana shuni nimasiga kirib qolgan. Buni sabablari nimada deb bilamiz? Yuqorida aytib o'tdik, shu muhitda o'sadi, rivojlanadi. Shunday ekan, albatta buni sababchisi shu odatni qiladigan otalar bo'lishi mumkin. Otalar, bobolar, akalar. 13-15 yashar bolalar juda qiziquvchan bo'ladi. Ular qiziqib so'ragan vaqtlarda so'raydi ba'zilar, nimaga bu ishni qilasan degan vaqtida shunday javob oladilarki, charchaganimdan chekaman, siqilganimdan chekaman, boshim og'rigandan chekaman degan vajlarni ko'rsatadilar, ro'kach qiladilar. Yana bir ba'zi bir vaqtda eshitib qolamiz, tishim og'ridi desa, sigaret chekib yubor, o'tib ketadi tish og'rig'i degan fikrlarni ham eshitamiz. Lekin bularni ana shu yosh bolalar bir jiddiy qabul qiladilar buni. Va o'zlari ham ana shunday vaqtda shu nimalari bee'tibor kirib qolganlarini ham bilmay qolib, ana shu chekishga o'rganib ketishlari mumkin bo'ladi. Chekish nafaqat insonni bir ma'naviy dunyosiga ta'sir ko'rsatadi deb aytmaymiz, balki
moddiy holatiga ham ta'sir qiladi. Ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, agar 15 ming so'mda oladigan bo'lsak, bir quti sigaretni bir kunda bitta odam chekadigan bo'lsa, buni bir yilga hisoblasak 5,5 millionni atrofida bo'ladi ekan. Bu 5,5 millionni atrofida bu shuncha pulga agar shu oila a'zolarini kiyim-kechakmi, oziq-ovqat mahsulotlarini olib beradigan bo'lsa, men o'ylaymanki, ana shu tanqislik bilan kelib chiqadigan kasalliklar bugungi kunda aholimiz orasida uchramas edi deb o'ylayman. Shuni yana aytishimiz mumkin, ota chekadigan bo'lsa, bu juda bir yomon holat, ya'ni aktiv chekuvchi ota bo'lsa, albatta shu oilada yashaydigan ona ham buni passiv chekuvchisi hisoblanadi, ya'ni tutun bilan onaning organizmini o'tadi. Aytaylik, faraz qilamiz, ana shu ona homilador bo'lishi mumkin. Demak, bu homilani 30 sekundda tutun onani nafas organlari orqali tushib, homilani markaziy nerv sistemasini yetib boradi ekan. Demak, bu homilani organizmida ham nimaga ana shu nikotinga moyillikni keltirib chiqaradi ekan. O'rganilgan ma'lumotlar natijalarini ko'ra oladigan bo'lsak ham, bu o'sha otasi chekadigan bo'lsa, chekmaydigan otalardan bo'ladigan bolalari nisbatan chekadigan otadan bo'ladigan bolalarda chekuvchilikka moyillik kuchli bo'ladi ekan. Agar ona ham chekadigan bo'lsa, bu moyillik yana 2-3 marta yuqori darajada bo'ladi ekan. Shulardan ko'rishimiz mumkinki, bolalar bilan ana shu oilada jiddiyroq munosabatda bo'lish, ya'ni shu sog'lom turmush tarzi odatlari, ya'ni yomon odatlar ham jiddiyroq e'tiborda bo'lish va bolalara shunday yomon odatlar ularning organizmina salbiy ta'sir qilishi to'g'risida, ularning asoratlari to'g'risida doimiy ravishda tushuntirish ishlarini olib borish bu ota-onalarning asosiy vazifalari deb bilaman. Albatta bunda bolalarda uchadigan ana shunday holatlarni bir muncha bo'lsa ham oldini olingan hisoblanadi. Mana hozir bitta misol keltirdingiz. Men ham bir o'rtacha hisoblab ko'rdim-da, mana shu ko'rsatuvga tayyorgarlik ko'rish jarayonida. Siz hali bitta quti sigaret chekkan odamning moddiy zararini hisobladingizda. Hozirgi kashandalar uchun 2-3 ta quti hech narsa emas-da. Agar 2-3 ta quti chekadigan bo'lsa, bu yiliga qariyb bitta odamning oilaga yetkazadigan moddiy zarari salkam 17 millionga borar ekanda. Buni qarang, 1 yilda hali. Agar uni yillarga ko'paytirsak, qancha millionlagan summa kelib chiqadi-da bu. Agar ana shu zaharga yo'naltirilgan mablag'larni oilaga bir zarur bo'ladigan narsalarga yo'naltirilsa, yo bo'lmasa inson organizmi uchun foydali bo'lgan mahsulotlar sotib olinsa, qanchalik a'lon nur bo'lardi-da. Albatta mana yasharyapti deyapmiz-da. Albatta bu mana shu mahsulot ishlab chiqaradigan kompaniyalar, ishlab chiqaruvchi sanoatlar, mana biznesmenlar albatta ana shu ko'proq dunyo bo'yicha o'zining marketingini olib borish jarayonida ko'plab yoshlar davrasini qamrab olishga harakat qilyapti-da bugungi kunda. Shunga baribir biz kattalar e'tiborli bo'lishimiz kerak. Chunki bizning kelajagimiz, ertangi kunimiz mana shu yoshlarimiz. Xalqimizda shunaqa naql bor, qush uyasida ko'rganini qiladi. Yoshlarimiz ham ota-onasi uydagi oila a'zolari qiladigan shu ko'rgan odatlarini takrorlashga harakat qilishadi. Kichikkinagina bolakaylar ham shu ota-onasini chakib o'tirganini ko'rib, ular ham shuni takrorlashga harakat qilishadi. Va yoshligidan shunga ko'zi o'rgangandan keyin bu shunaqa odat takrorlanishi kerak degan unda shunday fikr paydo bo'lib boshlaydi. Bu zararli tomonlarini keyinchalik katta bo'lgandan keyin tushunib yetishga harakat qiladi, lekin bu paytda kech bo'ladi. Tamaki chekuvchi inson hozir domlalarimiz, ustozlarimiz aytib o'tishdi, zararli tomonlari o'zini organizmini zararlagandan tashqari atrofdagi insonlarning organizmini zararlanishi ko'proq ekan. Tamakini tutuni tarkibidagi zararli moddalar atrofdagilarga o'zinikidan ko'proq zarar yetkazar ekan. Shuni hisobga olganda butun oila a'zolarini zararlab turganini ota-onalar o'zi tushunib yetishi kerak-da. Buni iloji boricha to'xtatib, bolalarga ham shuni uqtirishini harakat qilishi kerak. Shundan tashqari yana nos chekuvchi erkak kishilarimiz ham bor. Nosni ham biz zararli taraflarini bilamiz. Bu
til ostini zararlashi, ya'ni til ostida kelib chiquvchi onkologik o'zgarishlarni olib kelishi, bundan tashqari ovqat hazm qilish sistemasiga ham zararli ta'sir ko'rsatishini biz bilamiz. Nos ham xuddi sigaret, tamaki singari organizmga o'zini zararli ta'sirlarni o'tkazar ekan. Bundan tashqari nos chekuvchi insonda ham xuddi tamaki chekuvchi insondagi kabi noxush hidlarni kelishini biz kuzatamiz. Bu nafaqat bu organizm uchun zarar, balki ijtimoiy muhitda ham bu chiroyli bo'lmagan bir holat hisoblanadi. Undan tashqari bu ekologiyaga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Har yerda noslarni tashlab ketganlarini ko'ramiz. Bu atrof muhitni ifloslanishini ham olib keladigan holat hisoblanadi. Shuni inobatga olib, iloji boricha nosni ham, tamakini ham yoshligidan shu oilada zararli tomonlarini bolalarga o'rgatishni men maslahat berar edim. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida tahsil olayotgan 1203 nafar talaba orasida tadqiqot o'tkazib ko'rdik. Tadqiqotimiz natijasiga ko'ra talabalarni 94,2% alkogol iste'mol qilmasligi va 2,7% iste'mol qilishi to'g'risida va ba'zida iste'mol qiladiganlar 1,7% ni tashkil qilishi va oldin iste'mol qilgan talabalar 1,2% ni tashkil qilishini o'rganib chiqdik. Va sigaret mahsulotlaridan chekadigan talabalar 5,7% ni tashkil qilishi va chekmaydigan talabalar 92,2% ni tashkil qilishi, oldin chekkan talabalar 1% ni va ba'zida chekuvchi talabalar 1% ni tashkil qilishini o'rganib chiqdik. Endi nima maqsadda o'rgandingiz shu tadqiqotni? Dissertatsiya mavzuyimiz tibbiyot instituti talabalarining haqiqiy ovqatlanishi va o'sha alimentar holatini gigiyenik baholash bo'lgan mavzuyimiz. Talabalarni turmush sharoiti, ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklarni o'rganish maqsadida anketa so'rovnoma usulida olib borilgan tadqiqot hisoblanadi. Va shu o'rganganimizda bu menimcha quvonarli holat. 94,2%, ya'ni alkogol iste'mol qilmaydigan talabalar bu quvonarli holat va 92,2% demak sigaret chekmaydigan talabalar bo'lishi quvonarli holat deb hisoblayman. Yaxshi tadqiqot bo'lgan. Ana shu tadqiqot jarayonida chekmaydigan bilan chekuvchi talabalarning ruhiy holati yo bo'lmasa ishtahasi, ovqatlanishi, uning sog'ligida ma'naviy ruhiy jarayonlarda o'zgarishlar taqqoslab ko'rilmadimi? Yo'q, bizda ruhiy jarayon o'rganilmagan. Bunda maqsad shu ovqatlanishi bilan bog'liq kasalliklar va o'sha haqiqiy ovqatlanishi va o'sha kun tartibiga rioya qiladimi, yo'qmi, shu narsalarni maqsad qilib o'rganganmiz va shu jismoniy rivojlanishini o'rganish, jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini va o'sha ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklarni o'rganish maqsad qilingan. Ana shu jarayonda aynan ana shu bevosita talabalar bilan birgalikda, masalan, mana bu chekuvchi talabaning turmush tarzi, mana bu chekmaydigan talabani deb taqqoslab ko'rsatish kerak edi. Demak, ana unda chekuvchilar ham balkim chekishni tashlashi mumkin, sog'lom turmush tarziga o'tishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Ma'lumotlara nazar tashlaydigan bo'lsak, yer yuzasida 2 milliarddan ortiq chekuvchi bor ekan. 25-30 yillarda shunday nima qilingan ekanki, bashorat qilingan ekanki, 30-40 yoshdagi aholini orasida deydi, chekuvchilarning soni bu 10 milliona yetishi mumkin degan bashorat qilingan ekan. Endi yana olingan ma'lumotlarga ko'ra, talabalarning orasida o'rganilgan ma'lumotlarni natijasini qaraydigan bo'lsak, 19-25% talabalar chekadi ekan o'zlarimizda, O'zbekiston Respublikamizda. Endi tibbiyot oliygohi talabalarini ko'radigan bo'lsak, bularda 10-13% talaba o'zini chekishini bildirgan ekan so'rovnomalarda. Ba'zi vaqtlarda talabalardan so'rab qolamiz, qachon chekishni o'rgangansan deymiz. Shunda ular bildiradilarki, talabalik davrimda yoki harbiy xizmatdalik davrimda degan bir javoblarni berib qoladilar. Endi bundan ko'radigan bo'lsak, ular shu vaqtda o'zini erkin his qilgan holda bo'ladi ekanlar va bir nazoratsiz qoladi ekanlar. Harbiy xizmatimizda bir maxsus nizomlar asosida, gigiyenik tartiblar, qoidalar asosida tashkil qilingan. Nima uchun harbiy xizmatga borgan yoki talabalik davrida bizani farzandlarimiz chekuvchi olib ketishi kerak? Bundan bir xulosa
chiqadiki, ana shu joylarda yetarlicha targ'ibot ishlari amalga oshirilmayotdi. Bu ham tibbiy xodimlarimizni bugungi kundagi asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Ba'zi vaqtlarda talabalarimizga biza shu ko'proq shu mavzularda ma'ruza o'qigan, dars o'tgan vaqtlarimizda shunday bir savol berib qoladilar, biz ham uyalib qolamiz. Nimaga sizlar domlalar aytasizlar, chekish yomon, ichish yomon odat, zararli odat. Nimaga unda mana bu domlamiz chekib turibdi deb aytib qoladilar. Hazil bilan aytamizki, sen shifokorlarni qilganini qilma, aytganini qil deb hazil bilan javob berib qo'yamiz. Bu ham baribir bir tushungan katta yoshli insonlarni, ayniqsa bir intelligent odamlarni bunday zararli odatlarni, bir salbiy odatlarni qilib yurishi bu ham bir maqsadga muvofiq holat emas deb qaraymiz. Qolaversa bular ana shu yosh chekuvchilari o'rnak namunachilar bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana e'tibor bersangizlar, mana keyingi paytlarda shirin va bir xushtam berguvchi bir qo'shimchalar qo'shilib ishlab chiqarilyapti-da, mana shu tamaki mahsulotlari bo'lsin. Ana shular bu nima? Bu ayniqsa yoshlar uchun ayni muddao bo'lyapti-da. Demak, bu nikotinning achchiq nimasini sezdirmayapti, shirin ta'm beryapti. Ham yoqimli bir xushbo'y bir hid bor-da. Ana shu yoshlarni shunga ruju qo'yishga, qiziqtirishga undayapti-da. Mana har yil mana shu Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti 31-may chekishga qarshi kurash kunida har yil bir tashabbus bilan chiqadi. Bu yilgi yilda shu hamma davlatlarni tamaki mahsulotlariga mana shirin ta'm beradigan qo'shimchalarni qo'shmaslikka chaqirganda. Bizning mahallamizda 4-sonli maktab bor. Shu maktabga ko'chalarda ko'p qavatli joyda joylashgan bizning mahallamiz. Shu ko'p qavatli joylarni orqalarında mahalla maktabdan o'quvchilar darsdan qochib kelib, shu yerda sigaret, nos chekib turib ko'p o'rganib ketganlar. Bunda doktorlarimiz aytgandan birinchidan uyda ota-ona, otadan boshlanadi. Sigaret chekish ko'p mahallamizda bizda ayollar ham bor sigaret chekadigan. Ana shularga bizning murojaatimiz shu. Ota farzandlarni oldinda chekmasalar, keyin ham maktabimizda o'qituvchilar farzandlarimizga, mana nevaralarimiz boradi maktablarga. Shulara bir chekish to'g'risida bir tartiblanmalar o'tkazsa, darsdan qochib bolalar, o'quvchilar sigaretlarni chekkada chekmasalar, darslarini o'qisalar, ko'p o'qituvchilarimiz ham beparvo, darsdan bolalar qochib ketsa, sigaret chekib yursa, o'qituvchilarimiz so'ramaydi, qayerda, nima uchun darsdan qochib ketdi, nima uchun darsdan yo'q deb so'ramaydi. Fuqarolar yig'ini raisi bilan ko'p inspektorimiz bilan ko'p boramiz maktabga, suhbatlarni, darsdan qochmanglar, chekmanglar, o'zimiz qanchasini tutib fuqarolar yig'inimizni olib kelib, ota-onalarni ham chaqirib tarbiyaviy soat o'tkazganmiz. Qancha bolalarni 4-maktab deganingizga esimga tushib ketdi. Yaqinda biz ham mana ishdan keyin jamoadoshlar bir futbol musobaqasi tashkil qildik shu maktab maydonida. Borsak, hali 15-16 yoshlar bolalar futbol o'ynayapti. 4-5 tasi qo'lida sigaret, yugurib kelib futbol o'ynab sigaret chekyapti. Keyin tanbeh berdikda, hozirdan nima qilyapsan chekyap desak, nima ishingiz bor degan gapni qilishdi-da. Qarang bu bolalarni. Tamaki mahsulotini keng tarqalishini bilib bilmay o'zlarimiz ham sababchi bo'lib qolyapmiz. Bugungi kunda sababi yosh paytimiz yoki boshqa payti tamaki chekkan odam tamaki chekmaganga qaraganda darajasi balandroq tuyulgan. Shunaqa hamma qiziqish qilib, u zo'r, obro'liroq tuyulgan. Modaga ham kirib ketgan. Modaga ham kirib ketgan. Bu ham bir tamaki mahsulotlarini keng tarqalishiga sabab bo'lgan. Bugungi kunda tamaki sotiladigan, xohlagan magazinga boradigan bo'lsangiz yoki oziq-ovqat sotiladigan, xohlagan magazinga boradigan bo'lsak, tamaki mahsulotlari o'sha aynan sotuvchini yonida turadi. Ko'zda oldida turadi. Kiraverishida. Magazinga kiramiz, eng birinchi ko'zimiz tushadigan narsa shu tamaki bo'lishi mumkin. U ham bir tamaki sotadiganlarga bir marketing bo'lib olganda, u ham bir keng tarqalishiga sabab bo'lyapti. O'zimda bir bo'lgan misol, non olishga ko'chaga chiqdim, non qolmagan uyda 8lar chamasi 4-5 ta magazinga kirmoqchi bo'lib harakat qildim, hammasi yopiq. Lekin o'sha payt qaradim, 2 ta o'sha aroq vino sotiladigan magazin ochiq turibdi. Ertalabki soat 8. Bu ham o'sha tamaki mahsulotlarini yoki alkogol mahsulotlarini bir targ'ib qilishgami, nimaga o'xshab qo'ygan.
o'sha narsalarni bir oldini olsak, bilgan bilmagan holda hozir o'zlarimiz o'shalarni reklama qilib qo'yapmiz, targ'ib qilib qo'yapmiz. O'sha uchun magazinda turgan joyini o'zgartirish kerakmi, ko'zga ko'rinmaydigan joyda qilish kerakmi yoki ertalablari ochiq bo'lmasligi kerakmi, ertaroq yopilishi kerakmi shunaqa magazinlar? Aslida reklama to'g'risidagi qonunda ham shu belgilanganda bu alkogol va tamaki mahsulotlari do'konning haligi odamlarga diqqatni jalb qiladigan joyga o'rnatilmasligi kerak. Sal chekkaroqda qo'yilishi kerak aslida. Bizda teskarisi bo'lib qolgan. Teskarisi bo'lyapti-da. Endi mana keyingi paytlarda mana kuzatamiz ijtimoiy tarmoqlarda ham, ommaviy axborot vositalarida ham mana shu noqonuniy alkogol va tamaki mahsulotlari aylanmasiga bular nima soliqdan qochishadi yo bo'lmasa aksiz markazsiz mahsulotni olib arzon olib qimmatroq sotishga harakat qilishadi-da. Soliq xodimi ishtirok qilyapti studiyamizda. Keyingi paytlarda mana shu o'rganishlar, reydlar natijasini bir aytib o'tsak. Alkogol va tamaki mahsulotlari bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib turgan tadbirkorlar aniqlangan. Shular shoxobchalarida 77 tadbirkorlik subyektlarida sayyor tekshiruvlari o'tkazilgan. O'tkazilgan tekshirishda shoxobchada bo'lgan 4714 dona jami umumiy qiymati 73 million so'mlik ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Bu bo'yicha viloyat hududida o'zimiz targ'ibot tashkilot ishlarini olib boramiz. Sotilishi, realizatsiya qilinishi, saqlanishi bo'yicha tadbirkorlar bilan ko'pincha profilaktik suhbat o'tiramiz. To'g'ri aytdingiz, yopiq holda bo'lishi kerak. Voyaga yetmaganlarga alkogol mahsulotlarini, tamaki mahsulotlarini 21 yoshdan kattalarga sotilishi bo'yicha sotuvchilar bilan o'rtamizda profilaktik suhbatlar bo'ladi. Endi to'g'ri 5 barmoq deng emas deganning voyaga yetmagan bolalarga alkogol va tamaki mahsulotlari sotish holatlari u yo'q emas, bo'lib turadi uni. Soliq mobil ilovamiz bor. Soliq mobil ilovasi orqali murojaat yuborishi mumkin. Shunday holatlarda duch kelib qoladigan bo'lsa, soliq mobil ilovasini muntazam o'zlarimiz ko'rib o'tiramiz uni. Har bir hududda o'zlarimizdan soliq inspektorlarimiz bor. Shunday voyaga yetmagan bolalarga sotilish holatlari aniqlanadigan bo'lsa, qalbaki aksiz markazsiz alkogol mahsulotlari shunday bir sotilishini bir ko'rib qoladigan bo'lsa, shu mobil ilova orqali yuborishlari mumkin. Shu bilan o'zini hissasini qo'shgan bo'ladi. Bizni shunaqa ruhiyatimiz shakllanadi. Yosh paytda qiladigan ish qilishni boshlaymiz. Biz hozir mana aytyapmiz, domlalarimiz aytyapti, chekmaslik, mana Jamila opa aytib o'tdilar, mahallada shuni chekmaslikka targ'ibot qilish. Mana Covid paytida bitta intervyu bergan paytimda sizga Covidni kamaytirmoqchimisizlar dedim. Handasa sizga panikani kamaytirmoqchimisizlar, ha? Uyda qoling degan so'zni olib tashlayinglar, u burchakda turgan. Mana shuni o'zi xalqqa Covid qilib yuboradi. Covid bo'lmasa Covid klinikasini paydo qiladi. Bu degani men aytmoqchi bo'lgan, bu men mana maktabga borgan bo'lsam, maktabga 96-yil chiqqan bo'lsa, 96-yilda to ongimni tanibmanki, bu narsa bor. Hali bugungacha kelyapti bu. Chekma. Biz chekaveramiz. Nimaga? Sabab bizni nimamiz ruhiyatimiz shunaqa. Qiladigan ish qilishga moyilligimiz yuqori. Ikkinchidan, men qizimiz eksperiment o'tkazgan va Arzigul bobojonov biladi. Men talabalik paytimda o'zim o'tkazganman bu narsani. Nima deganda u paytda paxta sistemasi bor edi bizda. Paxta sistemasi bor edi. Bizga talaba bo'lgandan keyin mana bitta fakultetda 50 ta bola talaba bo'ladigan bo'lsa, sentyabrda paxta boshlanardi. Paxtaga borgandan keyin 50 ta o'g'il bolani kamida 40 tasi sigaretga nosga o'rganib kelardi. Bu bor narsa. Nima deganda mana armiya deyildi, boshqa deyildi, qiziqish, komfort his qilish. Unga keyin chekma deb ayta olmaysiz. Mana kasalim keladi, so'rayman, bitta nevrologist kelsa, mana insult xavfi 10 marta oshadi. Infarkt xavfi 7 marta oshadi. Mana biz morfologiyada ham ko'rganmiz, chekadigan odamni arteriyalar mana shlak bo'lib yotadi. Aterosklerotik bo'lib yotadi. Bir zum ichida внезапный коронарный смерть, ya'ni yurakning to'satdan o'limiga sababchi bo'ladigan holat bu. Chekuvchilar yuraveradi, mana oddiy organizm bo'lib, ves bo'lmaydi, boshqa narsa bo'lmasligi mumkin, birdan внезапный berib qoladi. Ya'ni внезапный degan to'satdan o'lim qoladi. Ya'ni ibesning birinchi klinikasini berib qoladi, ya'ni birinchi turini berib qoladi. Shuning uchun ham aytamanki, bu narsani ko'pincha zararli formada mana mobil ilovalar haqida gaplardilar. Mana men hozir o'ylanib qoldim, o'sha shogirdlarimga yana bitta mana Innovekda ishlaydigan shogirdlarimiz bor. Innovek bilan
mana shu narsani klinikasini juda ham chuqurroq inson ruhiyatiga ta'sir qiladigan qilib ko'rsatish. Chekma degan so'zni olib tashlash shu yerda. O'sha so'zni ko'rganda yana chekis kelib qoladi ko'pchilik. Bu ruhiy bizdagi qilma degan ish qilish. Miyamizga berib qo'ygan. Shuning uchun aytaman, endi bugungi mana tok-shouingiz chekish degan temada. To'qa chekish deganda nima tamaki tushunilmaydi. Mana domlamiz aytib o'tdilar, nos aytdilar, mana ko'pchiligi nos chekadi. Bizni mana 40 yoshdan yuqori qismimiz ko'pchiligida, mana qishloqlarimizda ko'pchiligi nos chekadi. Nos chekish bu odat bo'lib qolgan. Ayollarimizda bor bu. Nima paxtaga o'rab turib, tashab qo'yib o'tiradi. Desa nos chekish. Bu ikkinchisi. Yana bitta narsa, mana sun'iy psixotrop vositalarga nisbatan hozir chekish degan narsa kuchaygan. Toksikomaniya deydi bu narsani tibbiyotda. Bu narsa ham kuchayib boryapti. Men mana taklif bermoqchiman shu narsani keyingi shoularingizda biz mana shu ko'proq toksikomaniya bo'yicha gaplashsak, ko'proq xalqimizga manfaat nima deganda mana Jamila opam aytib o'tirdilar. Siz o'sha aytayotgan mahallani o'sha mahallani atrofi, maktab atroflarida hozir sigaret emas, ko'proq toksikomaniya. Ya'ni men hozir bu narsani biz nima statistika qilyapmiz? Maktablarda hozir shunaqa tabletkalar, psixotrop vositalarni tarqatish urfga kiryapti. Bu narsa katta rivojlangan Samarqand, masalan, shu territoriyalarda balandda, lekin Urganch shahrida ham bu narsa avjiga chiqyapti. Mana tungi klublarda bor bu narsalar. Mana yaqinda tungi reydlar orqali bu narsa ochildi. Lekin mana shu narsa hozir o'smirlik davri. O'smirlik davrida shunaqa ruhiyat bor, bu labil ruhiyat bu. Labil. Mana siz bu yoqqa tortsangiz, bu yoqqa ketadi, bu yoqqa tortsangiz, men bu yoqqa torsam, bu yoqqa ketadi. Mana shu paytda hozir o'rganib qolyapti. Endi qarangda, chekish mavzusini o'sha yerga yo'naltirsak, mana psixotrop vositani iste'mol qilgan bola biza tamaki iste'mol qilgan boladan xavfliroq bo'ladi. Nimaga deganda o'sha psixotropni olish uchun, iste'mol qilish uchun tamaki muammo emas. Tamaki Jamila opam aytdilar, Bobur aka ham aytdilar, mana do'konga kirib qo'yibdi, olinglar deganday qilib, kirgan joyda turibdi mana qutisida. Lekin u narsa shunday berib ketiladi. U biznesi bor uni. Biznesi bor. Men taklifim ko'proq keyingi shoularda toksikomaniyani ko'proq ko'tarsak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Chekish mavzusi juda keng qamrovli, tibbiy, ijtimoiy, tibbiy, psixologik muammo. Bu narsani ko'tarish kerak. Lekin ko'proq hozir jamiyatimizga xavf solayotgan narsa chekishdan ko'ra toksikomanik holatlar. Shuning uchun aytaman, ruhiy holatimizdan, psixologik nuqtai nazardan bu narsaga yondashadigan bo'lsak, ko'proq mana bu toksikomanik holatlar, chekish mavzusi doirasida mana shunga ko'proq yo'naltirsak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Tamaki mahsulotlari va nikotin moddalarining inson salomatligidan zararni himoyalash maqsadida mana ko'plab me'yoriy hujjatlarni qabul qilmoqda-da. Mana qo'shni davlatlarimiz Qozog'iston va Qirg'iz Respublikasida mana yaqinda ham mana shunga o'xshagan ko'plab bir hujjatlar imzolandi, qonun qabul qilindi, ya'ni elektron sigaralardan taqiqlash bo'yicha. Bu bizning davlatimizdan bo'lyapti-da. Mana yaqinda Oliy Majlis Senatining 6-yalpi majlisida ham 30-aprel kuni bo'lib o'tgan. Aynan mana shu bo'yicha ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Keling, bu haqda deputatimizdan bir ma'lumotlarni bilib olsak. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasida, ya'ni elektron sigaretalar va shu chekishga qarshi sigaretalar bo'yicha qonun qabul qilindi. Bularni hududga kirishini, ayrim turlarini kirishini cheklash va ular bo'yicha qonunda ko'rsatilgan, taqiqlash bo'yicha ko'rsatilgan me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Va o'zingiz aytganingizdek, Senatni 6-yalpi majlisida bu shu 844-sonli O'zbekiston Respublikasi qarori tasdiqlanib, shu bo'yicha ayrim shu kiritilayotgan O'zbekiston hududiga kiritilayotgan va sotilayotgan chekish mahsulotlari cheklandi va bunga qonun bilan tasdiqlab berildiki, ya'ni ma'muriy choralar qo'llash yoki ularni moddiy choralar va ma'muriy choralar qo'llash to'g'risida Senatning shu 6-yalpi majlisida ham shunga qaror qilindi. Shifokorlik faoliyatimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, men o'zi asosan birlamchi tizimda ishlayman.
poliklinika sistemasida. Bunda bizada har chorshanba kuni shu tamaki mahsulotlari, ya'ni biz chekishga qarshimiz deb e'lon qilingan har chorshanba kuni bizning patronaj hamshiralarimiz aholi orasida shu chekishga qarshi targ'ibot ishlarini olib boradilar. Endi chekishni zarari to'g'risida mana ajoyib fikrlarni aytib o'tdilar. Shu bilan birgalikda biza hammamiz inson sifatida bo'lsin, shifokor sifatida bo'lsin, bunga befarq bo'lmasligimiz kerak. Ya'ni shu yoshlarimiz, jamiyatimizni, shu yoshlarimizni asosan saqlashimiz kerak shu narsalardan. Yuqorida mana o'lim holatlari statistika bo'yicha har bir holatda to'xtalib o'tdilar. Shuning uchun eng ko'p 71%ni o'pka saratoni kasalligidan vafot qiladigan bemorlar tashkil qiladi ekan. Shu sababdan men o'zim ham shifokor sifatida bu narsaga befarq bo'lmay, birgalikda ishlab, birgalikda faoliyat olib borishni bir maqsadga muvofiq deb bilar edim. Mana ayrim kashandalar, mana shunga juda bog'lanib qolgan kashandalar sigaretani tashash maqsadida elektron sigaralarga o'tishyapti-da. Bunga o'zim ham guvoh bo'lganman. Yaqinda bir ko'p chekadigan tanishimiz sigaret tashamoqchiman, shu elektron sigaretga o'tib tashiyman deb shu magazinni qidirib bordi-da, topdi-da, oldi. Keyin bir ikki marta chekib ko'rib, yo'taltirdi meni, qaytanga deb yana sigaraga o'tib ketdi-da. Demak, elektron sigaretlar ham juda salbiy ta'sirlari yomon bo'lsa kerak-da uni. Salbiy ta'sirlari juda yomon, chunki unda 6 pachka sigaretani kuchini beradigan dozasi deymizmi, shunday miqdori, chunki u odamni agar o'zi bilib bilmay iste'mol qilsa, noxush holatlari, ya'ni behush holatlari tushib qolishini sabab bo'lishi mumkin. Hammamiz bilamiz, dunyo bo'yicha insult, infarkt, qandli diabet kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari juda ko'paygan va yoshargan. Buni sababini ko'pchilik oddiy xalq bilmasligi mumkin. Nima sababdan sog' yurdim, birdan insult bo'ldim yoki bir sahr kasalligim paydo bo'ldi deb. Birinchi navbatda kasallik yosharishiga ham, ko'payishiga ham sabab bu o'sha sog'lom turmush tarzi tamoyillariga rioya qilmaslik. Buning ichida albatta tamoyillardan bittasi o'sha sigaret chekish, nos chekishlar kiradi. Buni natijasida nafas yo'llari zararlanishidan tashqari oshqozon ichak ham zararlanishi mumkin. Nima sababdan? Chunki sigaret ko'p chekadigan odamda ovqatlanish tartibi ham buziladi. Ertalab ovqatlanish, mana biz sog'lom ovqatlanish degan tamoyilni qoidada albatta 3 mahal to'g'ri vaqtida ovqatlanishni kiritamiz. Ya'ni ertalabki nonushta eng katta foizni tashkil qiladi. Kechki ovqatni yemasang ham ertalab nonushta qilish shart. Chekuvchilarda mana shu ertalab turganda nonushta qilish emas, balki chekish xayoliga keladi. Birinchi chekadi va keyin o'zini ishini qiladi. Bu yillar davom etishi, ya'ni ertalab nonushta qilmasdan faqat o'sha sigaretlar chekish yoki har xil gazli napitkalar ichish bu yoshlarimiz orasida modaga aylangan, juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Yillar davomida mana shu tamoyilga rioya qilmaslik, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik natijasida insultlar kelib chiqadi. U kasallik birdan bo'lmaydi. Mana biz vrach sifatida ham ishlaganda praktikamizda ko'ryapmiz va talabalarga dars berish jarayonida ham bu narsalarni ta'kidlab o'tamiz. Kasallik o'zidan o'zi birdan boshlanmaydi hech qachon. Bu yillar davomida o'sha salbiy oqibatlar natijasida kelib chiqadi va buni birdan kasallikni insult, infarkt yoki qandli diabet kasalligini birdan bir oyda tuzatib bo'lmaydi. Bizni xalqimiz nima qiladi? Birdan kasal bo'ldim, nima uchun vrachlar meni 10 kunda davolay olmaydi deydi. 10 kunda yillar davomida asoratlar bilan bo'lgan kasallikni davolashga ham bir necha oylar ketadi. Kerak bo'lsa insult bemorlar yillar davomida o'sha davo muolajalari, reabilitatsiyalar o'tganidan keyin asta-sekin tuzalishi mumkin. Buni biz xalqqa tushuntirishimiz kerak. O'sha sog'lom turmush tamoyillariga rioya qilmaslik natijasida mana bitta sigareta chekishda oshqozon ichak kasalliklari, qandli diabet bilamiz juda og'ir kasalliklar kelib chiqadi. Bundan tashqari ruhiy holat. Mana nevropatologlarimiz ham aytib o'tishdi, ruhiyatda ham juda salbiy natijalarni keltirib chiqaradi va meni fikrim bu faqat farzandlarimizni voyaga yetish davrida bunga e'tibor qaratishimiz, balki bolalikdan. Mana otalar chekuvchi xonadalar juda ko'p. O'sha otalar
iloji boricha agar tashlay olmasa, bolalarni ko'zidan uzoqroqda chekish kerak. O'sha oilada ulg'ayib kelayotgan farzand otani, akani, boboni chekayotganini yoki o'sha aroq iste'mol qilayotganini ko'rmasligi kerak. Bu psixologik o'sha bolani miyasida bir umrga saqlanib qoladi. Otam chekdi, bobom chekdi, nima uchun? Men ham bitta ko'ray deydi va o'sha aytgan salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Bolalarimizni o'sha bolaligidan ehtiyot qilishimiz kerak va tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak. Bu profilaktika birinchi o'rinda turadi deb o'ylayman. Sigaretda 7000 dan ortiq zararli moddalar bor ekan. Shundan 70 dan ortig'i o'pka kasalligi, oshqozon kasalligi va shunga o'xshagan kasalliklarni keltirib chiqarar ekan. U nafaqat inson organizmi, balki miya faoliyatini ham ishdan chiqarar ekan. Passiv chekishda homilador ayollarga ham zarar deb ta'kidlab o'tdi. Homilador ayollarning farzandlari nuqsonli tug'ilishi mumkin-da. Bir so'z bilan aytganda, sog'ligimiz birinchidan o'zimizga kerak. Biza o'zlarimiz shuni asrashimiz kerak bu yerda. Biz shu chekishni to'xtatish uchun hozir hamma ustozlar, domlalar aytib o'tganidan har bir narsa oiladan boshlanadi deymiz, lekin baribir ham bu yerda kattalarni ko'proq mas'uliyatli bo'lishi qaralishi kerak. Chekib turgan inson nafaqatgina o'ziga zarar beradi, balki atrofdagi insonlarga ham, kelajakdagi yosh avlodlarni ham zaharlay boshlaydi. Hozir bizlarda dolzarb 90 kunlik mahallalar va maktablar bilan bircha ishlayotgan bizni loyihamiz bor. Oliy ta'lim o'qituvchilari hammamiz borib, mahalla bilan, maktab bilan birgalikda 3 oy davomida bolalarni bo'sh qolmasligi uchun to'garaklar ochilib turibdi. To'garaklarda biz ham qatnashib turibmiz. Shu to'garaklarda dasturimizni tayyorlagan paytimizda shuni urg'u berib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bolaga tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi bu narsani. Shundagina aytgan domlalarni kitobxonlik to'garagi qilsak yoki zakovatlar o'tkazsakkina bolalarga shuni tushuntirib bera olamiz. Sigaret chekish yosh vaqtida qiziqishdan boshlanadi. O'zimizdan bo'lgan. Qiziqqanmiz, birini chekkanmiz, ertangi birisi ta'sir qilmaydi, ikkini chekkanmiz, uchni chekkanmiz, o'shanda ko'payib boradi. Hozir chekasizmi? Yo'q. Qanday tashladingiz? Boshim og'ridi, charchadim, sigaret chekaman, yaxshi bo'ladi degan, mana bo'lgan bizlarda ham shunday chiqib bo'lganda, keyin shuni men o'zgartirdim shu narsani, o'zim. Shuni sigaretni choyga o'zgartirish mumkin. Misol, charchab keldim, horib keldim, choy ichsam o'zimga kelaman. Oddiy suv ham o'zgartirish mumkin shu narsani-da. Misol, odam qisliqib ketdi, horg'andek bo'lding, miyang horidi. Ozgina dam olasanda bir 2 yutum suv ichib turib o'tirsang ham, shuni ham o'zgartirish mumkin shu odatni-da. Lekin odam shu psixologiyasidan kelib chiqib o'zi boshqarib bilsa, sigaretni ham tashiydi, aroqni ham tashiydi, yomon odatlarni ham tashlashi mumkin. Bizlar shu chekib boshlab odam ko'nikkan vaqtida odamda o'ylash qobiliyati o'ylab turib, shu kasallikka moyillikni sezgan darajada bo'lgan vaqtida odam bunga o'rganib bo'lgan bo'ladi. Doktorlar aytganidek, shu mukammal chekuvchi bo'lib qolgan bo'ladi-da. Endi buni tashlasam iloji bo'lmaydigan darajada mumkin tashlash. Astan doktorlar aytganidek, shu birdan tashlasa baribir kasallansa kerak. Kasallangan odamlar ham bor. Nasvoyni tashlab, sigaretni tashlab, birdan tashlab turib kasallanib, ruhiy tomondan zarba bo'ladi-da u. Shu odam o'zining ruhiyati bilan, misol, nasvoyni chekib yurgan odam, ana kichkina so'rakantlar bor. Shular bilan aldab turib o'zini psixologik tayyorlab boshqa yo'nalishga o'tirib berishi mumkin. O'zimda bo'lgan shu narsa, nasvoy ham chekkanman, sigaret ham chekkanman. Shundan astan tashlab turib to'g'rilasa bo'ladi. Buni hozir aytib turibmiz, doktorlar targ'ibot etsin, o'qituvchilar targ'ibot etsin deb turibmiz. Ular misoldan har bir odamning uyiga kirib chiqa olmaydi-ku. Bunga eng birinchi sabab biz o'zlarimiz ota-onalarimiz. Manazlar ko'rsatuv davomida chekishning inson salomatligiga zarari haqida, moddiy va ma'naviy zarar haqida qancha hayotiy misollar keltirib o'tildi. Joylarda bu bo'yicha targ'ibot tadbirlari ham amalga oshirilmoqda. Qolaversa, ana shu sotib olinayotgan sigaret qadoqlari ustida zararlangan inson organizmi va nogiron farzandlar suratlari aks etgan. Nahotki yurtdoshlarimiz, ayniqsa yoshlarimiz o'zlarining tanasiga o'ylab ko'rmasa. Bu albatta insonning o'zining irodasiga va ma'naviyatiga bog'liq. Siz nima deysiz tok-shousi faqat sizga eslatadi xolos. Xayr, omon bo'ling azizlar.
Qolun.